Qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlarda yerdan foydalanuvchilar tomonidan tegishli tartibda davlat idoralari tomonidan ruxsat olmasdan yer maydonlarida xo'jasizlarcha foydalanib, viloyat, tuman, shahar hokimlarining qarorlarida belgilangan yo'nalishlardan boshqa maqsadlarda o'zboshimchalik bilan foydalanilgan yerdan foydalanuvchilar Yer kodeksini qo'pol ravishda buzgan hisoblanib, yer maydonini qishloq xo'jaligi muomalasidan chiqishiga sabab bo'lgan hollarda yetkazilgan zarar o'rnini qoplash uchun qo'llaniladi. Bunda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2011-yil 25-maydagi 146-sonli qaroriga asosan O'zagroinspeksiya xodimlari tomonidan yer maydonlariga yetkazilgan zarar hisoblanadi. Hisoblangan zarar miqdori yer maydoniga zarar yetkazgan yerdan foydalanuvchi tomonidan undiriladi.